Men sizlarga yana bir narsa haqida aytib o'tmoqchiman qaqnuzlarim. Ichki kuch, jim ichki yig'idagi jasorat. Ko'p odamlar kuchni baland ovozda ko'rsatadi, ammo asl kuch jim turganda. Hech kim ko'rmayotganda yuragingiz sindiyu lekin o'zingizni sinmasdan ushlab qolganda paydo bo'ladi. Ha, shu paytda paydo bo'ladi. Bu sizsiz, hech kim ko'rmaydigan, ammo siz har kuni turganda yuzingizda jilmayish, yuragingizda esa urayotgan og'riq bo'lsa-da yana o'sha insonlarga mehr bilan qarayapsiz. Ichki kuch bu. Yolg'iz kechalarda yana ertalab turaman degan qaror, ko'z yosh ichida ham men hali tugamadim deyish. Adolat bo'lmagan joyda jim turish emas, lekin yurakdan portlamaslik. Hamma xafa qilganda ham men hali ham sevaman deyish. Siz hozir azobdasiz, ammo bu azob sizni emas, sizni bezayotgan yuragingizni ochayapti. Gullar bilan bezayapti. Daraxtni kesishganda uning yong'og'ida haqiqat borligini anglatgani kabi. Sizda hali o'sha yong'oq bor. Sabr daraxtining mevasiga oz qoldi. Bugun men sizga bir duo o'rgataman. Ha, duo. Ey mehribon Xudo, yuragi charchagan, lekin haligacha boshqalarga mehr bera olgan bandangni panohingdan ayirma. U yolg'iz emasligini qalbiga sol. Qalbida yongan og'riqlarni najotga aylantir. O'zini unutayotgan paytda unga o'zingni eslat va eng qorong'u tunlarda uning qalbiga nur sol, toki u bilsin, u hali ham sevimli, hali ham qadrli, hali ham bardavom. Ha, mana shu duoni o'qing va bir mashq bugun yozing. Menga eng ko'p kerakli so'z hozir nima? Men shu damda kimning yonida bo'lishni istardim? Men qachon so'nggi marta yuragimni to'liq bo'shatdim? Bularni yozib chiqing o'sha boya sizga aytgan kundaligimga va fikrlaringizni yozib qoldiring. Men qo'shimcha ma'lumotlar berib boraman. O'zingizni ehtiyot qiling qaqnuzim. Men sizlarni yaxshi ko'raman.